Туғандар, ассалаумалейкум, амансыздарбы. Бүгін число 17 май 2026 жыл Ноғат Арал мал базары. Туғандар, бұйырса бұл видеобызда ушул боз, чоң, кичине, сүттүү саан уйлар болот. Туғандар бизге катталып, жакшы ой пикир калдырып достор менен бөлүшүп дегенди. Бұйырса саан уйлардын баасы кандай болуп калды экен, чогуу көрөбүз. Лайкты туғандар сөз басып қойыңыздар. Тұрпоқ урғачы еркек? Урғачы. Урғач. Пул қанша екен? 150 кем бар. 150 мың кем бар. Уйдың жаш қандай екен досым? 5-ші баласы. 5-ші баласы. Молодец. Сода болды қанша бер базар? 133 мың. Sütü қанша бар азыр? 5 мың, 5-ші баласы деп. Видеоны баштағанда жақсы кетті бұйырса. Sodağın versin ha? Kança verip koydunuz? 117. Turpa urgaç erkek? Erkek. Yaş kanday eken uydu ne kadar? 2 basıp dur. Oho, жақсы. Sodağınızları versin. 2 baskan bolsa 7-ci, 8-ci bolak bulup bular. Turpoq urgaç ekan ha? Şef qancha berib qo'ydingiz aka? 120. Yine bala. Jash qanday ekan o'yin? Jash o'yin. Jash, birinchi bolasi. Ha, yaxshi. Sodangizlar bersin. Rahmat. Shundog'li chiqarib Rahmat. Urgachi 120 ming bor. Pul qancha ekan o? 120 kemi var. Turpoq urgachi erkek. Erkek. O'yin jash qanday ekan? Canı tonuş. Can. Soda bol qancha berib bo'ldi? Bo'ldi aka? Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Xo'p, rahmat. Sodangizlar bersin. Turpoq urgaç erkek. Urgaç. Az qancha birim baho berdi? Shunga qancha berib qo'ydi? 105 ming. O'yin jash qanday ekan aka shu? Ikkinchi bolasi. Nima olcha aka? Bunu Surayeli. Surayeli aka. Pul qancha ekan puli? 170. 170. Turpoq urgaç erkek. Erkek ha. Sodangiz bersin aka. Turpoq urgaç ekan ha? O'yin jash qanday ekan? Qancha? 200 ming. O'yin jash 3-chi bolasi. Soda bo'ldi qancha berdi bozor? Yemi kelding ha? 150 ming. 150 ming berdi. Yaxshi, sodani bersin. Turpoq urgaç erkek. Ha, urgaç ekan ha? Pul qancha ekan? 200 ming. O'yin jash qanday ekan? 3-chi bolasi. Soda bo'ldi qancha berdi bozor? Yem kelding ha? Sütü qancha bor ekan? 15? İnşallah. 15 deb qo'ydim ku. Chao. Turpoq erkek ekan 157 ming bor. 157 ming bor. Turpoq urgaç ekan o? Turpoq urgachi. Puli qancha ekan? Qancha puli? 150 ming. O'yin jash qanday ekan o? O'yin jash qanday ekan? O'yin jashi. Yaşı buna içindeki 4-cü balası. 4-cü balası boz ha? O. Qancha savdo bo'ldi o? Qancha berdi o? Onu aytat, hazır kılgat şotat
Qancha berdi avoy? 45. 140. Sodağınız bersin avoy. 140 ming soda oldu. Qancha so'rab qo'ydingiz aka? 151 ming so'rab qo'ydim. 151 ming. Turpoq urg'och ekan ha? Yosh qanday ekan o'ydin? Yaşı 4-cü bolası. 4-chi bolasi. 151 ming. Verin, bunda çetelim. Nega? Sen qaysi bag'dan aka? Noni bu? Ola qaralı. Ha, unda qara. Buyurun ko'taring. Qancha berib qo'ydingiz? 170 ming bunaqa. Bu turpoq urg'ochi erkak. Erkak. Buni olgan ha turpoq. Şey panca bağda da olur. Turpoq urg'och. 21 ming olur. 121 ming. Turpoq urg'och ekan ha? Urg'ochi. O'yin yosh qanday ekan? Yaşı bir baskan olur. Bir bosqan ha? Ha, yaxshi bor. Sodağınız berdi avoy. 5. balaz ekan. 5-chi bolasi to'g'ri ochig'ida aytdi. Bir bosqan deb. Sodağınız bersin. Buna şeri qana muttasi enesi? Negiz. Ha, yegiz bu. Pul qancha ekan aka? 160. 160. Turpoqsira urg'och erkak. Urg'och, o'ko'tang. O'yin yosh qanday ekan? Birinchi bolasi. Qancha berib oladi? Soda bo'ldimi? Yo'q, bo'ldi. Soda bo'ldi aka. Ko'p egiz ekan. Egiz tujuda ham olmas ekan, bu negiz kichkina ekanda. Yaxshi. Sodani bersin aka. Turpoqlar urg'ochi erkak. Urg'ochi bir erkek. Erkak urg'och ha. Pul qancha degan ekan bular? 160 ming so'mdan. 160 ming. Yoshi qanday ekan ular? Yaşı 5-ci torpaqlar ekan. 5-chi yaxshi. Sodani bersin. Soda bo'ldi qanchadan berdi aka? 140 ming so'mdan soda bo'ladi. 140 dan. Yaxshi. 5-chi bollarida ochig'ida aytdim bunaqa. Bugun yaxshi bordig'ida. Chinni aytib boshladi-ku. Bitta sonni. Sodani bersin. Turpoq urg'ochi erkak. Erkak. Pul qancha ekan aka? 130 ming. 130 ming. Qancha berib pasar aka? Soda bo'ldimi? Yo'q, berilib bak. Tomada qo'ytamiz. O'yin yosh qanday ekan? Bitta. Birinchi bolasi ha? Tasavvur nerede turadi? Kimden bu? Yok böyleyse. Şey Fays'ın bağıltasın akalar. Nalı mı? Kança? Çakırak aytıldı o tam. Desem nova, 125 desem nova. Torfa urg'och erkak? Erkak. Yosh qanday ekan o'yin? Birinchi turpo. Birinchi bolasi. Suravering bozorda. Mandan aqlim. 130 ming deydi. Ya jo'g'isha uyimda o'tiradi. Voy keldi. Jani kichkina ekan da. Kichkina ekan. Turpoq urg'ochmi? Pul qancha ekan aka? 130. 130. Turpoq urg'ochi 130 ming deydi. O'yin yosh qanday ekan aka? Birinchi bolasi. Soda bo'ldi qancha berdi aka? 10 lek so'm. Soda bo'ldi aka. Çay içken ketdi. Sodani berdi aka. Çay içken ketdi. Ular kimdan qoldi? Ashunga berdi. Qancha bo'ldi? 120. 9. Turpoq urg'och erkak. Urg'och. Yosh qanday ekan o'yin? Birinchi bolasi. 120 so'm. Ne desem?
Nima bo'ldi? Torpoq erkek ekan ha? Puli qancha ekan o? 190 lira. 190. Torpoq erkek. Qanchalik bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Soda bo'ldi qancha berdi ekan? Soda bo'ldi qancha berdi bozor? 176. 176 hacı. Soda qilib bersin. 176 ming soda oldu. Torpoq urg'achi erkek. Erkek. O'yin yoshi qanday ekan? 3-chi bolasi. Puli qancha? 170 ming. 170 ming. Soda bo'ldi qancha berdi bozor? 145 ming. 145 ming hacı. 145 ming soda. Ve bilemeyeceğim, ben dünya soramayayım. Yerden ne oldu? Qancha bor? Var belki. Alıp gelin. 139. 139 ming. Torpoq urg'achi erkek. Erkek de tapak o tapak. Hadi. Qanchasi bolasi ekan? 4 olası. 4-chi bolasi. 139 mingga sotildi. Kaça sütü var dedi. To'g'riga chiqandi. Ke pul qancha ekan o'yin? 110. Soda bo'ldi qancha berdi bozor aka? 108. 108 ming so'm. Torpoq urg'achi erkek. Urg'achi. Qancha ekan bu aqchasi? 110 ming kemi bor ha? Torpoq urg'achi erkek. Erkek. Yash qanday ekan uydin? Yash 25 ha? Qancha bo'ldi hozir? 130. Sütü qancha olgan aka? 10 litr. 10 soatgacha? 10. Devlet. Ha. Ne olaysiz? Bildirverganglar demadi. Nega? O Bishkekda do'stlarim o'zima jo'nattirib qoldi. Yaxshida ol, endi urli qilmayapsan akam. Torpoq urg'ach. Pul qancha ekan? 125 ming. Qancha ber bozor aka? Bozor 20 keldi. Yaxshi bo'ldi, bo'lsa yaxshi yuraverasiz. Yaxshi. Qo'ldan bersin aka. Torpoq urg'ach erkek. Erkek. Pul qancha ekan? 200 kam var. 200 ming kam bor. Qancha berib qo'ydi bozor? Bilmayman, o'sha. Torpoq urg'ach. Qancha bo'ldi? 106 ming so'm. 106 ha? 106 ming. Yaş Ebeden can açma. can açma. 106 ming oldu. Ona sağ qancha bo'ldi? 170 ming. 170 bo'ldi degan.